Navoiy shahar Barkamol avlod bolalar maktabida o'quvchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijodkorlik, yaratuvchanlik qobiliyatlarini rag'batlantirish va ular o'rtasida ijodiy ishlar ko'rgazmalarini tashkil qilish mavzusidagi viloyat seminari tashkil qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Maktabda o'quvchilarning bo'sh vaqtini samarali va mazmunli tashkillashtirish maqsadida oliy toifali pedagoglar tomonidan turli mahorat darslari, shuningdek raqs mashg'uloti, qo'l mehnatlari, tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bugungi seminarimizdan maqsad albatta tajriba almashish edi. Shahar tumanlarimizda bo'lib o'tgan seminarlarda ishtirok etdik. O'quvchilarni bo'sh vaqtlarini qanday tashkil qilishni biz ham borib o'rgandik. Shu maqsadda biz ham o'zimizda shuni rejalashtirdikki, mana shu yerda ham seminarlar o'tkazishni tashkillashtirdik. Mana ko'rib guvoh bo'lib turibsiz. Har bitta xonalarimizda o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Bu yerda mana tikuvchiligimiz, shaxmat shashka to'garaklarimiz, fanlar bo'yicha rus tili, ingliz tili, matematika, qo'l mehnatlarimizdan mana munchoqli bezak. Maqsadimiz tajriba almashish va o'quvchilarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish edi. Jarayonda seminar ishtirokchilari mazkur maktabda tashkil etilgan to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishib, o'zaro fikr almashishdi. Shuni aytib o'tish joizki, yosh avlod kelajagimiz poydevori, taraqqiyotimiz asoschilaridir. Bugungi yosh avlod ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan islohotlar ham shular jumlasidan. Ushbu maktabda esa bu boradagi ishlar shiddat va g'ayrat bilan olib borilmoqda.